Instagramimdan chiqarib oxiri tayyorlashga majbur qilgan bu pankekchalarni xosiliga ham o'rgatib qo'yaman. Vaziga bir dona yurakcha bosib qo'ysangiz bo'ldi. Bu pankekchalarni pisicha qanday yeb tashirkansizlar, o'zingizdan ortsa bolalaringizga ham bering. Ishimizga 2 dona tuxum, 5 qoshiq shakar solib yaxshilab aralashtiramiz. Ketidan 1 stakan sut, razr-xizr vanilin solib yana yaxshilab aralashtiramiz. Oxirida 1,5 stakan un qo'shsak bo'ldi, tayyor ekan. O'zi unaqa ko'p narsa ketmasa ham, lekin bir dunyo bo'lar ekanda. Ichiga xohlasangiz banan yoki klubnika qo'shasiz. Men ikkalasidan ham qo'shib yubordim. Xohlasangiz so'masangiz ham bo'ladi. Ishlab qizigan skavorotkaga fruktalar bilan bir qoshiqdan solib chiqamiz. Pishayotganda shunaqa ko'pgina bo'lib, tishuvchalar paydo bo'lar. Bananlisini qilib bo'lib, klubnikasini ham pishirib oldim. Qancha vaqtingiz ham ketmas ekan, bir pasda tayyor bo'lar ekan. Ham appetitli, mazali bo'lar ekan. Ustiga yana ham mazali bo'lsin deb 2 xil shokoladlarni eritib, ustiga quyib oldim. Xohishga ko'ra mevalar bilan bezatsanglar bo'ladi. Pishirmikan deb tavakkal tayyorladim, rostdan ham zo'r chiqdi. Pankekchalarimga ketgan hamma mahsulotlarni uyda o'tirib, korzinka ko'dan zakaz qilib oldim. Bir zumda yetkazib berishdi. Tog' piknik sezoni bo'lgani uchun go'da yarim tayyor shashliklar yoki tayyor shashliklarni xarid qilsanglar bo'ladi. Lekin foydali bo'lsin deb yetib ketyapman. 250 mingdan oshgan xarid uchun dastavkasi tekin.